Jonivorlarni ovlash uchun maxsus qonun qoidalar, ov mavsumlari belgilangan. Shu jumladan kaptarlarni ham noqonuniy ov qat'iyan man etilgan. Biroq bu qoidalarga rioya qilmaslik holatlari hamon uchrab turibdi. Navbatdagi lavhamizda so'z boruvchi Qo'shtirnoq ichidagi qahramonlar ham noqonuniy ravishda 52 ta kabutarni ovlagan. Yangiyo'lda 50 dan ortiq kaptarlar noqonuniy ovlandi. Shivolaring aka. Qochmasa to'xtasiz bo'lardik aka. Demak, shofirman. Xo'p, shofir bo'lsangiz hamda bular ayb ish qilgan, sizda ayb yo'q-ku. Toshkent viloyati ekologiya, atrof muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi boshqarmasi tomonidan hayvonot dunyosini muhofaza qilishga qaratilgan navbatdagi nazorat reyd tadbiri o'tkazildi. Yo, xavfsizlantirdingizmi? Tushing mashinadan. Yangiyo'l tumani hududida o'tkazilgan reydda 2 fuqaro 52 ta kaptarlarni noqonuniy ravishda ovlaganligi aniqlandi. Tadbir davomida Yangiyo'l tumani hududida fuqarolar 1970-yil tug'ilgan NR hamda 1974-yilda tug'ilgan NSlar tomonidan noqonuniy ravishda ov qilganlik holati aniqlandi. Mazkur ov jarayonida huquqbuzarlar tomonidan jami 52 dona kaptar ovlaganligi aniqlandi. Holat yuzasidan huquqbuzarlarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 90-moddasi 4-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. 50. Ular tabiatga 19 million 500 ming so'm miqdorida zarar yetkazilganligi aniqlangan. O'zini g'ilofiga solinglar. Hamma o'zinikini. Ayni paytda holatga qonuniy baho berish uchun hujjatlar jinoyat ishlari bo'yicha Yangiyo'l tuman sudiga yuborilgan. Mo'tabar Nurmuhammedova, Zohidjon Mamasoliyev, Toshkent viloyatidan.